Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa ilmiy profildan veranda tayyorladik. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yamiz. Bu yerda общий 4 ta araliq bor. 3 ta ram, bitta eshik bor. Buni uzunligiga keladigan bo'lsak, uzunligi 12 metr bo'lgan. Bo'yi 2.75 bo'lgan. Pastlari arqa xon bo'lgan, oynasi bir qavat yo'lga bo'lgan. Stullar o'rab berganmiz, chiroyli qilib mana ko'rishingiz mumkin. Bu ilmiy profilda asosan nimasiga ahamiyat berish kerak desa, chakiga ahamiyat berish kerak. Chakidan sovuq kiradi, keyin chakini pastga juda ham chiqqan. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Eshigimiz ochib yotmish, ham bir qator ko'rsatib o'taman. Chiqqan bahorasi. Bu yerda romimiz bor, o'rtasidan bitta ochiladi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Alt tomondan bir qator ko'rib o'tyapsizlar mana. Zo'r chiqqan bahorasi. Bu ishimizni puli 21 million so'mga bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Vodiy bo'ylab xizmatlarimiz dastlabki uстановka ichida bo'ladi. Obuna kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ichkari tomonlarni qator ko'rsatib o'tib. Ko'pchilik ichkari tomonlarni ko'rsatib o'ting deydi. Har bir ramimizdan bittadan ochilgan. Bittadan ochilgan mana. Ispaniyalik. 60 ispaniylikdan qo'yganmiz. Ochilib ishlari ham moshni bo'lgan. Bu yerdan ham bittadan ochilgan. Kim shuni xizmatlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.